Har bir ulkan daraxt kichik niholdan, har bir buyuk taqdir esa bolalikdagi birinchi qadamdan boshlanadi. Tarag'ay o'g'lini ulamolar suhbatiga olib borar yosh Temur esa har bir so'zni chanqoqlik bilan tinglardi. U faqat chavandozlik va harbiy san'atni emas, mantiq va tarix ilmini ham o'rganishga ishtiyoqmand edi. Tengdoshlari bilan o'yinda ham u o'zini sardordek tutar, har bir harakatini aql bilan rejalashtirardi. Keyinchalik Temurning hayotiy shiori bo'lgan kuch adolatda g'oyasi ehtimol mana shu bolalik kunlarida shakllangandir. Shunday qilib, dunyoni hayratga soluvchi sohibqiron shaxsiyati shakllanayotgan edi. 1370-yil Amir Temur saltanat jilovini qo'lga oldi. Uning maqsadi tartib va yuksak tafakkur davlatini qurish edi. Sohibqiron jahonning eng buyuk olimlari bilan mantiq va tarix falsafasi ustida soatlab bahslashardi. Katta shaxmat uning uchun shunchaki o'yin emas, murakkab vaziyatlarni yechish uchun aqliy mashq edi. U cho'lga suv chiqarish va yangi sug'orish tizimlarini joriy etish loyihalarini shaxsan nazorat qilardi. U ilm ahliga hamisha ochiq dasturxon yozdi va saltanat poydevorini bilim bilan mustahkamladi. Sohibqiron qilich zabt etgan o'lkalarni aql va adolat bilan birlashtirgan buyuk intellekt sohibi edi. Uning o'tkir zehniga hatto raqiblari ham tan bergan. Sohibqiron asos solgan davlatda me'morchilik va san'at jahon tamaddunining yuksak namunasiga aylandi. Bu inshootlar o'z davrida dunyoda tengsiz edi. Yevropa elchilari Samarqandni ko'rib, hayratdan nutqi tutilganini yozib qoldirgan. Temur ekkan ma'rifat urug'lari uning nabiralari davrida hosil berdi. Mirzo Ulug'bek astronomiya ilmini jahon shumul darajaga ko'tardi. Temur vafotidan so'ng uning buyurtmasi bilan yozilgan Zafarnoma kabi asarlar jahon kitobat san'atining durdonasiga aylandi. Temur buyrug'i bilan qurilgan shifoxonalarda olimlar tibbiyot ilmini rivojlantirib, inson salomatligini davlat miqyosiga ko'tardilar. Uning diplomatiyasi G'arb va Sharq o'rtasidagi madaniy almashinuvni kuchaytirdi va keyinchalik Yevropa uyg'onish davriga ham ta'sir ko'rsatdi. Temuriylar merosi insoniyatning intellektual va madaniy tarixidagi o'chmas sahifadir.